O'zbekistonlik MMA jangchilarining sardori Bobur Qurbonov Ramazon Temirovning kechagi jangi haqida qiziqarli ma'lumotlarni berdi. Bobur Qurbonovning aytishicha, Ramazon Temirovga qo'l jangi bo'yicha teng keladigani yo'q. Ramazon Temirov yoshlikdan qo'l jangini mahorat bilan o'rgangan. Karate, taekvondo, hattoki boks turlariga ham borgan unga yordam berdi. Uning raqibi Stiv Ramazonni charchatib, Ramazonga hujum qilmoqchi edi. Lekin u Ramazonning tezligini o'ylamasdan unga imkoniyat berdi va yakunda o'zi nokautga uchrab qoldi. Do'stlar, ko'p gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deydi. Bobur Qurbonovning gaplarini eshitdingga, aytgancha hamyurtlarimiz uchun bitta mo'shni laykni bosib, kommentariyaga Olg'a O'zbekistonga xohlagan so'zingizni yozing. Faqatgina hamyurtlarimizni qo'llash maqsadida. Aytganimizdek, layk bosib ketishni unutmang. Ramazonning g'alabasida qo'l jangi bazasi qanchalik katta yordam berganligini ko'rib turibmiz. Chunki qo'l jangida siz har bitta o'tkazib yuborayotgan zarbangiz, oyoq, qo'l, kurash uslublaridan ball berib qo'ysangiz, sizni mag'lubiyatingizga olib keladi. Va havaskor sportda ayniqsa siz juda ham reaksiyasi tez bo'lish kerak. Ramazon bo'lsa yoshligidan mana shu qo'l jangi sport turi bilan shug'ullanganligi sababli, karate sport turi unga yordam berganligi sababli mana ko'rib turibmizki, mana bunday jang stilistikasiga ega. Ertaga shunchaki Ramazonni tutolmadi, uni zarbalariga, tezligiga yeta olmadi va shunchaki Ramazonni zarbalarini o'tkazib yuborib, unga counter punch bilan ishlayman deb, Ramazonni charchataman deb o'ylagan edi. Lekin u bitta narsani hisobga olmadi. Ramazon 57 kg bo'lgani bilan 65-70 kg odamdek qattiq zarbaga ega. Va mana shu narsani hisobga olmaganligi ham uni zarariga o'ynab qoldi. Va oqibatda O'zbekiston uchun tarixdagi eng yaxshi g'alabalardan bittasi MMA tarixida erishildi va bu g'alaba menimcha Ramazonning kamariga juda ham qattiq yaqin qiladi. Endi ko'ramiz hozir UFC reytingida Ramazon nechinchi o'rinni egallaydi. Hozir kamarga da'vogarlar 2-3 ta turibdi. Xo'p, endi ulardan sakrab o'tish sal qiyin bo'ladi, lekin agar UFC chiroyli jang ko'ramiz, nokautlar bilan boy jang ko'ramiz deydigan bo'lsa, xohlagan vaqtda Ramazonga telefon qilib qolishlari mumkin yoki bitta jang va xudo xolisa aniq kamarga da'vogar bo'lib qolishi mumkin. Sizlar nima deb o'ylaysiz?